ayaga kelsak, ayangizga berayotgan dollarlaringizni sanab yuring, o'lgandan keyin sanab olasiz, hammasi turibdi. Bolani pulini ishlatib qo'ymaydi aya. Bolani pulini olib chiqib borib kayf qilmaydi yo bir chet elga ketmaydi u aya. O'sha belgilab qo'ying, o'sha 50 dollaringizni qayta getirib netga qo'yib qo'ying, o'tib ketgandan keyin 100 o'tirib ishlagan yo'q. Bolasini pulini bermaydi. Bolasini pulini hech kimga bermaydi dada. Aya, bolamni puli deydi. Qizi kelsa, qiziga ham bermaydi, singlisi kelsa, singlisiga ham bermaydi. Bolamni puli deydi. Bolamni puli ketmasin deydi. Milliarder ayalarni ko'rganmiz. Bolam unaqa qilma, bolam puling ketmasin, bolam puling ketmasin, bolam puling ketmasin. O'tgandan keyin katta gaplarni gapirib yuraveramiz. Agar dadam tirik bo'lganda edi, agar ayam tirik bo'lganda edi, yo'q. Borligida qilmaymiz, yo'qligida. Agar meni deb haligi Instagramlarda monologlar o'qiymiz. Qani endi onam tirik bo'lganda edi, haykallar yasagan bo'lardim. Qani onam, agar onam tirik bo'lganda edi, boshimga ko'tarib yurardim. Mana keldi, devorsa nima qiladi? Mana men keldim o'g'lim. Bir soatga keldim o'g'lim faqat. Yarim soat o'tirib turing aya. Hozir kelaman deb baribir tashlab chiqib ketamiz. Hozir kelaman aya deb tashlab chiqib ketamiz. Kelmasligini bilamizda, kar qilamiz. Agar ayam tirik bo'lganda edi, agar dadam tirik bo'lganda edi deb karlaymiz. Tirik dada turibdi, qo'lingizdan kelganini qiling. Tirik aya turibdi, qo'lingizdan kelganini qiling, yaxshiligingizni. Lekin dadamga yo'rmang hali. Ayamga, dadajonimga ichida minnat bor. Qaysidir ma'noda.